Endi hozir zamon rivojlanib, mototsikllar chiqdi. Har xil elektromobil, Xitoyda mototsikllar, Motorola, ularning radiatorlari chiqdi. Xullas, mana shu radiatori. Shu yerda tros o'tib, teshib qo'ygan. Hozir argonda ham beramiz buni. Xullas, qanaqa mototsikl deganlarga shunaqa yuk tashiydigan shunaqa Motorola'larda radiator antifriz aylanadigan ular sistemasi shunaqa chiqqan. Shunaqa yangi radiator. Shu yerda teshib qo'ygan, hozir argonda ham tekshirib qo'yib beramiz chiroyli qilib. Xullas, kimda mana shunaqa muammoli ishlar bo'lsa, olib kelsanglar chiroyli qilib beramiz. Xohlasa.